701, 702, 717. Bu raqamlar shunchaki kombinatsiya emas. 701, 702, 717 taqadigan akalarga 3 ta 7 ni shunday bor podarka qiladigan bo'lsangiz ham ishoning taxmini. 7 kuch, 0 yopiq doira, 1 birinchi, 701 eshikni birinchi bo'lib ochish odamning raqami. Bu trend emas, bu xarakter. 702 7 qat'iyat, 0 sir, 2 juftlik, 702 yolg'iz yurmaydigan, orqasida oilasi bor odamning belgisi. Kuchli odam, kuchli tayanch. 717 markazdagi lider, 7 kuch, 1 lider, 7 yanada kuch. 717 raqami ikki tomondan himoyalangan lider. Simetariya muvozanat belgisi. 717, 701, 702 taqqan akalar nimaga 3 ta 7 raqamiga umuman almashtirmaydi raqamini? Chunki 717 moda, 701 esa tarix. Ba'zida raqam odamni tanlaydi va o'sha odam u raqamni hayotda tashlab ketmaydi. Savol: siz raqamni trend uchun olasizmi yoki mana uchun? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Ma'lumotlarimiz qisqacha bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. 717, 701, ya'ni 702 taqadigan akalarimizga mana shu videoni shunda jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi.